Bir ayolni talashgan yigitlar o'rtasidagi janjal ulardan birining marhumga, ikkinchisini esa mahkumga aylanishiga sabab bo'ldi. Aynan ushbu dahshatli holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Zangiota tuman sudida ko'rib chiqildi. Birinchi uylanaman degan o'zi qarindoshimizsiz, mana sinimni o'sha xolasini o'g'li olgan. Qarindoshimiz mana bitta o'zim yolg'izman uyda, shunaqa deb uylanmoqchi bo'lib, bir 3 oy, 4 oy rosa yaxshi, o'sha menga uylanadigan, bir kunda 100 ta SMS, to'g'ri uyga keladigan bo'ldi-da, 3-4 oydan keyin sekin anaqalari chiqib, qiluvlari urushib ketib qolardi, yana keyin yarashardi, yana mana u bilan bir tekislik anaqa bo'lmagan. Sudlanish har doim o'zi undan oldin ham bor edi. Kelib yurardi, unaqa anaqamiz bo'lmasa ham. O'sha bolam bundan, mana bolam 7 oy bo'lgan. Dahshatli tomoni shundaki, sudda marhum 17 marta pichoqlangani aytildi. Orqa oldi bormi? Hamma 17 marta urgan, pichoqlab. Lekin vaholanki o'sha ichkarida o'sha ayolning onasi bo'lgan, o'g'li bo'lgan, yonida pochchasining uyi bo'lgan. Bir og'iz chiqib yo ajratishmagan yoki borib qo'shnilarni chaqirmagan. Nevaram borganda ichi choy bu yoqqa chiqib ketgan bo'lgan. O'sha meni 16 yoshli nevaram o'sha salafanda kuyovim bilan ikkalasi ikkilarini solishgan. Shu darajagacha bo'lguncha indamagan. Tomdan tushib bizga kun bermagan deydi. Uyingda kamerang bo'lsa, qo'lingda telefoningga ulangan ekan. Uyda aroq sotadi bular. O'sha aroqga darrov o'g'ri tushsa, militsiya keladi. Meni bolam o'sha yerdan tushsa, menga ko'rsatsin. Mana qarang, xola, nega yig'lamas? Tomdan tushib kelyapti-da, menga zo'ravonlik qilyapti-da, menga ko'rsatganda ham mayli edi. Men shunga sababchi bo'lgan ayol ham aroq sotib, ko'chadagilar mana shu hamma nimalarga shu sababchi bo'lyapti-da. Ikkita bolani urishtirib, u jiyanini pichoqlab o'ldirdi-da. Problem talashib yurgan, ichib yurgan bola emas-da. Shuncha odamlar shunaqa yig'layapti eshitsa, meni bolamni bironta yomon nuqsonni ko'rmaganman. Qanaqa qilib 17 marta pichoq uriladi? Bir kishi qanaqa uradi? Orqasiga, boshiga, oldiga qanaqa uriladi bolam? Odam ichi kuyib ketadi. Bu narsani eshitsam, bu vahshiyni. Holat 2026-yilning 10-fevral sanasida Toshkent viloyati Zangiota tumanining Bog'zor mahallasi hududida yuz bergan. Necha marta pichoq urgansiz? Eslay olasizmi? Eslamayman. Ya'ni to'g'ri olgan payti, o'sha olgan payti, ko'zim ochilgan payti qaradim, qo'limda pichoq, ustlarim qon ketgan, baqirib. Sud jarayonida ushbu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan yana boshqa guvohlar borligini va ularning ham ko'rsatmasi kerak ekanligi aytildi. Shundan so'ng sud ishida tanaffus e'lon qilindi. Biz voqealar rivojini kuzatib boramiz va keyingi dasturlarimizda aynan ushbu holatning yakuniy hukmi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot beramiz.